Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Tefalni tuzatishni ko'rib chiqamiz. Uy sharoitida. Uning uchun Tefalni o'zini tanishib olsak, Tefalda gnezdosi bo'ladi. Papa mama degan, mana papa mama deb tanilgan. Buning ichida mana kontakti bo'ladi. Mana yangisi qanday ko'rinishda bo'ladi. Xo'sh. Mana ikkita kontakti, faza 0niki va zazlmenyaniki. Bu marta kontakti bor. Buni mana bu papasi bu Tefal tarafda turadi. Bunday mana faza 0 mana zazlmeniyaga ulanadigan. Ikkalasiniki bu yoqdan chiqadi. Mana ikkitaniki, mana ikkita bu yoqdan chiqadi. Endi bu qanday ishlaydi? Mana kirganda aylanishini ko'ryapsizmi? Постоянно bizada shunda tok bo'lib turadi mana shu orqasidan. Xo'p. Bu Tefalda nima bo'lgan? Mana shu papa mamasida ko'p ishlaganda mana shu kontakti qayishib qoladi. Ya'ni bosmay qo'yadi, tegmay qo'yadi. Mana shu deformatsiyaga uchrab qotib qo'ygan hisobiga bizda yaxshi ishlamaydi. Hozir shuni almashtiramiz. Bunda xuddi shunaqa kasal. Umuman 90% Tefalda imенно mana shu gnezdosidan kasal bo'ladi. O'shani almashtirasizlar, ishlaydi. Almashtirish etapi qanday bo'ladi? To'xtang, sug'urganmiz. 3 ta bolt yechamiz. Endigi etap mana bu kontaktlarni chiqarib olishimiz kerak. Kontakt chiqarish uchun mana shu yerda bosadigan knopkasi bor. Mana shu igna bilan bosiladi va bu tortiladi. Knopka qanaqa knopka? Mana shu yerda knopkasi bor. U knopka menga chiqib ilinib qoladi. Mana teshik ko'ryapsizlar, mana shu teshik ilinadi. Mana shu teshikni tiqib, knopkani bosib turib tortilish kerak. Endigi etap chiqarganimizdan keyin ko'pchilik usulda qilmaydigan narsa mana shu kontaktni siqmaydi. Mana shu kontaktni ozma siqib qo'yamiz. Ko'ryapsizmi? Ya'ni sal kengayib qolgan kontakt yaxshi bo'lmasa qizish boshlaydi. Mana bizda eskisi, yangisiga almashtiramiz. Zazlmeniyaga ulanadi va faza 0 ga ulanadi. ulandi. Endi joyiga qotiramiz. Joyiga qotirishda
Mana joyda ключ bor. Ko'ryapsan, mana shu kaliti bor. Kaliti mana shu teshikka tushishi kerak. O'shanda to'g'ri tushgan bo'ladi. Yoki mana bu joyda ham kaliti bor. Kaliti menga tushishi kerak. Tushdi. Kabelni qotirdik. Endi bu tarafini opamiz. Bolkalar qaytadan joyiga, samaraslarni qotirib qo'yamiz. Mana shu yerda qaranglar. Kabel chiqib qo'ygan. Kirgizib yopib qo'ydik. Kabel siqib qolmasligi kerak. Bu texnika xavfsizligiga zid bo'ladi. Uchinchisi. Bu tarafimiz tayyor bo'ldi. Endi tefal tarafni ko'ramiz. Tefal tarafda ham 3 ta boltga qotadi. Yechamiz. Kirishni ochdik. Bu yerda ko'rsatib o'tib ketadigan narsalar. Mana dumaloq bu tem bo'ladi. Mana shu dumaloq tem bo'ladi. Temning xarakteristikasini qarang. 220 volt, 50 Hz, 1,5 ming watt, ya'ni 1,5 kilovatli tem turibdi. Ya'ni soat 1 soat ishlasa 1,5 kilovat bizda tok yeydi. Hop, ten mana lampochkaga ketadigan kabeli, mana esa knopkasi va bizda mana gnezdo. Gnezdoni yechishimiz uchun bizga atyorka kerak bo'ladi. Atyorka bilan ko'taramiz. Bu tarafni ham ko'tarsak chiqadi. Mana 3 ta bolt yechish kerak. 1 2 3 ta marta bolti yo'q ekan. Ya'ni buni kimdir almashtirgan, boltni qotirmasdan qaytarib bergan. Yechamiz. Yechib oldik. Mana eskisi, mana bu yangisi. Ko'rinishida. Eskisini olib, yangisini qo'yamiz. Buni ishlash prinsipi qanaqa? Buni ko'rib turgansiz tursa, mana bu plastinka imini korpusga, ya'ni suv qaynaydigan korpusga tegib turadi. Bu mana shu belgilangan gradusga yetadigan bo'lsa, mana bunaqasi qayishadi. Ya'ni qayishganda oq palichkani ko'taradi. Bu kontakt bor, ko'rasizmi? Ko'taradi. Ya'ni ko'tarib dalshi yo'g'iga ten ishlamasligini ta'minlab beradigan выключатель, o'chirg'ich desak bo'ladi.
keyin bu sovigandan keyin mana plastinka joyiga qaytadida kontakt qo'shiladi. Ko'p holatlarda mana shu kontakt qizib kuygandan keyin ham ishlamay qoladi. U holatda ham mana shu narsa almashadi. Joyiga qo'ydik. Endi boltlarni buraymiz. Spot şıkalar ustadan vücudunda değil mi? Orada vücudunda. Murat Aras istedi istemedi mi? İstemeydi. İstemedi mi? Boltlarni qotirib chiqamiz. O'zini bolti yo'q edi. Ikkita boltda qanday turibdi? Tekshirib ko'ramiz. Ya'ni ozgina luft bor. Agar o'zimizda bolt bo'ladigan bo'lsa, o'zimizdan qotiramiz, bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu holatda topshiramiz. Sababi nima uchun? Chunki bizda boya ko'rsatgan plastinka mana bu tarafda joylashgan. Bu bilan bu ikkalasi shu plastinkani imенно nima korpusga tegib turishini ta'minlab beradi. Bu yoq faqat yordamchi. O'shaning uchun shuni qotirgan ekan. Agar bo'lsa biz ko'ramiz, qilamiz. Bo'lmaydigan bo'lsa, dalshi mana shuni qotirib beramiz. Bizda hozir imенно mashinaga tushadigan bolt gaykasi yo'q ekan. Joyiga qaytaramiz, yig'amiz endi. Yig'ishda yana e'tibor beradigan narsa, kontakt siq qo'yish kerak. Chunki biz bitta chiqargandan keyin bu kontakt уже kengayib qoladi. Buni ham ana bo'ldi. Endigi etap krishkasini yopish. Krishkasini yopish. Hech qanday kurich yo'qmi? Qarashimiz kerak. Tushadigan joylari. Krishkasini yopayotganda sizlar hech qachon buni aylantirib qo'ya olmaysizlar. Chunki mana shu 3 ta boltni joylashuvi bir xil emas. Mana zazorda kattaroq. Bucham bu yerga qaraganda mana ikkalasi kattaroq bo'lgani uchun boshqacha tushmaydi bu. Endi qotiramiz.
Xo'p, endi tekshirib ko'ramiz. O'tirib oldik. Tefalni tagini tokga tiqamiz. Xo'sh. Bo'ldi, yondi. Yana qildik, yondi. Ishlashni boshladi. Suv qo'yib ham qaynatib ko'ramiz. Ko'p turganingizda svet yonishni boshladi. Videoda pirilayapti, lekin hayotda ko'z bilan qaraganda bu pirillamaydi. Endi buni suv quyib tekshiramiz. Suv quyish uchun borib suvga boramiz. Burasam teni qizigan sразу. Ozgina suv. Biz absolutно полностью qaynatmaymiz, просто tekshirishimiz uchun, ya'ni suvi puziroklar chiqishi kerak. Yoqdik. Kuzatamiz. Suv tagida bu anaqalar paydo bo'ldi. Ovoz chiqish boshladi, puzirlar paydo bo'lish boshladi. Ya'ni bizani qilgan ishimiz foydasini berdi, almashtirdik, ishlashni boshladi. Endi buni tekshirishni yana ko'taraman. Tushiraman. Ko'taraman, tushiraman. Ko'taraman, tushiraman. Ishlayapti. Shu bilan darsimiz tugadi.